Olim, hozir sen bilan magazinga boramiz. Magazindan pechenye bilan sok olamiz. Keyin Mashkura opadan necha pulligini so'rab sotib olasan. Qani nima qilasan? Menga ayt hozir. Magazinga boraman, pechenye olaman, Hop, sok olaman. Mashkura opadan Mashkura borib, borib, necha pulligini so'raysan. necha pulligini so'rayman. So'qol. Qo'y bangiga qo'y. Pechenye necha pul? Olam, bu pechenye 10 ming. Buni ham olasanmi? Olaman. Bu 8 ming. Ikkalovi necha pul bo'ldi? Ber menga 10 ming 8 ming. Sana ber. Sakkiz ming. Bunga pechenyega pul ber. Bo'ldi ana. To'g'ri, 10 ming, 18 ming oldim. 10 ming, 8 ming. Ol. Rahmat. Hozir biz bu o'quvchimiz bilan instruksiya bajardik. Bu instruksiyani bajarishimizdan maqsad nima? Hayotda o'zi mustaqil ravishda, masalan, oyisi olim uyimizda non qolmabdi, borib nonni olib kelib bergin desa, o'zi magazinga tushib, mustaqil nonni olib kassaga borib pul berib sotib olishni o'rgatish kerak. O'shaning uchun bu bilan shunaqa instruksiyalar bajaramiz. Nurafshon o'quv markazimizda nafaqat kichkina bolalar, balki yoshi katta bolalarni ham biz qabul qilamiz va ularga shu o'qish, yozish, instruksiyalar, hayotda kerak bo'ladigan barcha narsalarni o'rgatamiz.